alaykum hurmatli internet foydalanuvchilari. Ushbu videodan maqsad ingliz tili grammatikasini eng oson darajadan sizlarga o'rgatish. Juda ham oson bo'ladi. Bu hamma qo'ldan keladi. Hech qo'rqmasdan demay boshlashimiz mumkin hozir. Hi everyone. Welcome to our English lesson. Today we are going to learn about personal pronouns. Demak, shaxs almashlari haqida gaplashamiz bugun. Shaxs almashlari juda ham ajoyib va eng muhim mavzulardan. Let's start from very beginning, and don't worry, it's easy and fun. Okay. Demak, ingliz tilidagi asosiy personal pronouns, boyagi shaxs almashlari haqida gaplashamiz. Bular quyidagilar: I, men, you, sen yoki siz, he, u, o'g'il bola uchun, va she, u, qiz bola uchun, va it, bu narsa va predmetlar, misol uchun hayvonlar uchun u degan ma'noni bildiradi. Ko'rib turganingiz. Endi hozir sizlarga bundan misol keltiramiz, hali bunda davom bor. Misol uchun we bor, we. Biz. Va oxirgisi they. Ular. Bu ingliz tilidagi asosiy shaxs almashlari mana shular. Demak, buni yodlab olishimiz kerak. Bu juda ham ko'p qo'llaymiz buni. I, men, you, sen, siz, shu ma'nolarda. He, she, it, u degan ma'noni bildiradi. O'g'il bola uchun, qiz bola uchun, narsalar va predmetlar uchun. We, biz, they, ular. Buni lug'at qilib yodlab olsanglar bo'ladi. Endi hozir har bittasiga bittadan misol keltirib beraman sizlarga. Yanada yaxshiroq tushunish uchun, misol uchun I am a student. Bu deb men talabaman. Keyingisiga you are my friends. Sen mening do'stimsan. Mana ko'rib turganingiz. Endi qolganlariga misol uchun he ga tuzamiz. He is a boy. U o'g'il bola. Endi she is a girl. U qiz. Va mana ko'rishlaring mumkin. I am a student, men talabaman. You are my friend, sen mening do'stimsan. He is a boy, u o'g'il bola. Bitta qolib ketibdi, uzr kechirasizlar. She is a girl, u qiz bola. Endi men bu itga misol keltiramiz. It is a dog.
u it. Endi yana bitta misol keltiramiz. It is a car. U mashina. Nimaga bunga ikkita misol keltirdim? Misol uchun mana hayvonlar uchun ham, narsalar uchun ham bu qo'llaniladi. U mashina, u it. Menimcha hammaga tushunarli bo'lyapti. Bu juda ham oson tushuntirish bo'lyapti deb o'ylayman. Keyingisi we are students. Biz talabamiz. Biz talabamiz. Va Z'ga they are teachers. Ular o'qituvchi. Mana ko'rib turgan har bitta kishilik olmoshiga bittadan misol keltirib berdim. I'm a student, men talabaman. You are my friend, sen mening do'stimsan. He is a boy, u o'g'il bola. She is a girl, u qiz bola. It is a dog, u it. It is a car, u mashina. We are student, biz talabamiz. They are teachers, ular o'qituvchi. Bu asosiy kishilik olmoshlari edi. Mana endi e'tibor beradigan joylaring, bu keyingi darsda sizlarga o'rgatiladigan narsalar. Bu to be fe'li bo'ladi. Mana bu qaytdan kelgani, mana bu nimaga I ga am ishlatilgani, you ga are ishlatilgani, he ga is ishlatilgani. Bu keyingi darsda sizlarga o'rgatiladigan mavzu bo'lib qoladi. Buni albatta keyingi video darslarida sizlarga o'rgatamiz. Bu hozirgi kunda asosiy bizning bugungi darslarimiz mana bular edi. Hammalaring buni noldan o'rganayotganlar, bu darajasi borlar uchun juda ham oson tuyulishi mumkin, lekin endi noldan mustaqil o'rganaman deb boshlaganlar uchun bu grammatika juda ham muhim. Buni yodlab olishlaring kerak. Albatta. Endi sizlarga men hozir savollar beramiz. Savollarni mana hozir tayyor savollar tuzib qo'yganman. Shu savollarni beramiz hozir. Sizlarni sinab ko'ramiz. Men pastdan mana birinchisi Tom. Tom kim? Misol uchun Tom, sizlarning javoblaringizni kutaman kommentariyalarda albatta. Tom bu o'g'il bola ismi. Shuning uchun Tom he bo'ladi. Ikkinchisi a cat. A catga biz bu yerdan they, it, we uchovdan bittasini tanlashimiz kerak. Demak, bu hayvon bo'lgani uchun biz bu tepada nima dedik? Bu it bo'ladi. Uchinchi savol, my friend and I. Demak, A variant we, B variant they, C variant he. Demak, tarjima qilamiz. A variantda biz, B variantda ular, C variantda u. Savolda nima debdi? Mening do'stim va men. Demak, bu biz bo'ladi. Shuning uchun A variant we bo'ladi. Meni o'ylashimcha, sizlarga yaxshi tushuntira olyapman deb o'ylayman. Keyingi darslarimiz bizni iloji bo'lsa, bu darslarni o'rganayotganda yangidan bitta daftar tutib olinglar. Daftar tutib, bu grammatikani hammasini yozib borsanglar, sizlarga shu beginner leveldan tepaga olib chiqib beraman hammasini. Bu boshlanishi, bu qiyin emas, hammalaring bemalol o'rganib olasizlar. Keyingi darsimiz verb to be deb nomlanadi. Bu boyagi am, is. Demak, ertangi keyingi videodagi darslarimizda biz verb to be ni o'tamiz. Sizlar uchun hozir men yana tayyorlab qo'ygan uyga vazifa savollarim bor.
Buni uyga vazifa emas, o'zlaring mustaqil ishlashlaring uchun qoldiraman. Mana bu 4 ta savol hammaga ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Buni hammasini mana ko'rib oldinglar. Kommentariyalarda javoblaringni qoldirishlaringni kutaman. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'linglar va like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, kelinglar shuni ham shu joyda ishlab qo'yamiz. O'g'il bolalar uchun what pronoun do you use for a boy? O'g'il bola uchun qaysi kishilik almashishda foydalanamiz? Demak, A variant she, B variant he, C variant they. Demak, biz boya tepada nimani o'rgandik? O'g'il bola uchun B variant he. What pronoun do you use for a book? Kitob uchun qaysi kishilik almashishdan foydalanasiz deyapti. Kitob bu narsa yoki predmet bo'lgani uchun biz tepada nimani o'rgandik? Itdan foydalanamiz. What pronoun do you use for yourself? Siz o'zingizni tasvirlashda qaysi kishilik almashishdan foydalanasiz deyapti. Biz boya buni yuqorida aytib o'tdik. I dan foydalanamiz. Tom and Bob are friends. Which pronoun? Tom va Bob do'stlar. Qaysi pronounga kiradi? Demak, A variant they, B variant we, C variant he. Demak, A variant ular, B variant biz, C variant u. Demak, Tom va Bob do'stlar ularga kiradi. Shuning uchun A variantni belgilaymiz. Shuning bilan bugungi darsimiz yakunlandi. Albatta sizlar uchun juda ham oson va yengil tushuntirish bo'ldi deb o'ylayman. Albatta bu darslarimiz faqat yangi boshlovchilar uchun, ingliz tilini noldan o'rganaman deydiganlar uchun. Albatta bu oson darslarni o'zlashtirib siz o'zingizni fundamental bilimlaringizni olsangiz, keyin qiyin mavzularga asta-sekin o'tib ketaveramiz. Videoga like tugmasini bosib, kommentariyada izohda o'z fikrlaringizni bildirib qolishingizni so'rardim. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videomiz verb to be am is are bo'ladi. Barchaga rahmat.